Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Mutaval City'da avvalgi Ko'na Qarabayevning o'rnida 9 qavatli domimizda 5-qavatida 3 xona 80 kvadratga ega bo'lgan kvartira sotuvga qo'yildi. Bu yon tarafdan kelsangizlar shoshilinch shifoxonasi bo'ladi. Shoshilinch shifoxonasidan o'tib kelsangizlar o'ng tarafda joylashgan bo'ladi. Seçen kısmı bilan danışarız. Yurtdoshlar 5-qavatga keldik. Mutaval City'da shahar markazida 9 qavatli domimizni toza qurilgan 5-qavatında. Bismillahirrahmanirrahim. Giraverish prixoj zonamiz 100% aboydan chiqqan yurtdoshlar. Eshiklarimiz oppoq, sifatli bir xil eshikda o'rnatilgan. Tak, o'ng tarafimizda katta zal joylashgan. Barcha jihozlari bilan. Mana yurtdoshlar to'liqlarimiz natijnoy освещениyalar berilgan, konditsioner Citronic qo'yilgan 2 balkonga ega. Birimiz bir balkon zalında. Yanımız yine Versal City'ye getiren köprümüz. Yolun üstünde. Yan tarafımız Şavat kanalı. Городской больница. Ayaktiğimiz 100% laminat üstünde kummat gilemle döşenengi yurtdoshlar. O boylara moyşa boylardan berilgan. Bir hoş zonamızdan yine yurtdoshlar keng tushgan. Umayliklarimiz qo'yilgan. Birimiz oshxona. Oshxonamizdan yine keng tushgan, xolodilniklar qo'yilgan, kuxniy mebellarimiz sifatli, yaxshisidan o'rnatilgan, kiyim mashinalarimiz bor, maishiy texnikalar, umaylik, gaz plitamiz, bitishkalar bilan xolodilnik ham qo'yilgan, zamonaviy kotelni shera o'rnatilgan. Kiyim-kechaklarni posudalarga kitadilar. Qolgan narsalar qoladi. Patologlarımızı yurtdoshlar şimdi освещениyalar bilan yarkı etib ishlangan. Yanımızda bir spalni bor. Bir yerdan mebel qo'yilgan. Tak sanuzelini görelim. Bir yanımız sanuzeli 100% kafilden chiqib turibdi. Restoranlar o'rnatilgan. Suv, gaz, svetlardan, maktab, bog'chalardan muammo yo'q yurtdoshlar. Bu yanımız katta spalni. Wi-Fi girilgan. Beram yine yurtdoshlar ajoyib oppoq yarki bo'lib turibdi. Patologlarimiz ishlanib. Shunda bahosini keladigan bo'lsak $56,000. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringizga omad.